Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Azizxon Akramov va Uzbek Coders kanali. Bugun biz sizlar bilan Arduino platalariga kod yozishda ishlatiladigan Arduino IDE dasturini internetdan yuklab olish va o'rnatishning bir necha xil turlarini ko'rib chiqamiz. Demak, biz boshladik. Arduino IDE dasturini yuklab olishning birinchi yo'li bu Telegram orqali, ya'ni Uzbek Coders kanaliga kiramiz va Arduino IDE dasturini yuklab olamiz. Yuklab olganimizdan so'ng Arduino IDE dasturini papkada ochamiz va kiramiz. Va I agree buyrug'ini ham berib o'tib, barcha katakchalar ichida tichkalar hosil qilinganiga ishonch hosil qilamiz va next tugmachasini bosib install tugmachasini bosamiz. Va biroz kutib turishimizga to'g'ri keladi, chunki bu har xil dasturlarda, har xil kompyuterlarda har xil vaqt olishi mumkin bo'lgan dastur. Sizning kompyuteringizning ishlash quvvati yoki kuchiga qarab, dastur o'zi qancha vaqtda uстановка bo'lishini aniq qilib aytib bera oladi azizlar. Mana bu yerda foizlarni ko'rib turibsizlar. Biroz kutamiz va Arduino IDE dasturi uстановка qilib bo'linadi. Mana ko'rib turganingizdek Arduino IDE dasturi uстановка qilib bo'lindi. Close tugmachasini bosamiz va Arduino IDE dasturini uстановка qilinganini tekshirib ko'ramiz. Mana rабочий stolimizda Arduino IDE dasturining yarligi hosil bo'ldi. Yarlikning ustiga chiqquncha chap tugmachasini 2 marotaba bosib kiramiz va tekshirib ko'ramiz. Ekranni kattalashtirib olamiz va mana Arduino dasturimizning eng so'nggi versiyasi kompyuterimizda mavjud. Endi buni yana bir bor tekshirib ko'rishimiz kerak bo'ladi, ya'ni fayllarga yana qaytib kiramiz va Windows bo'limiga o'tib turib, u yerdan Program Files yoki Program Files 86 fayllarining ichida Arduino dasturining fayli hosil bo'lganini qidirishimiz kerak bo'ladi. Mana mening kompyuterimning razryadiga qarab, bu yerda Arduino dasturi Program Files 86 faylining ichida hosil bo'libdi va uni kirib tekshirib ko'ramiz. Mana ko'rib turganingizdek uinstall, Arduino debug va Arduino libraries barcha fayllarimiz hosil bo'libdi. Arduino IDE dasturini yuklab olish va uстановка qilishning birinchi yo'li shu edi azizlar. Ikkinchi usul uchun bizga istalgan internet brauzeri kerak bo'ladi. Istalgan internet brauzeriga kiramiz va u yerda Arduino deb poisk beramiz. Arduino deb poisk berganimizdan so'ng birinchida chiqqan ofitsialniy saytga kiramiz va u yerdan Arduino IDE dasturini yuklab olishni boshlaymiz. Bu yerdan software bo'limiga o'tamiz. Software bo'limidan Arduino IDE dasturining eng so'nggi versiyasini har doim faqatgina shu saytdan yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Siz kompyuteringizning Windows turiga, dasturiy ta'minotiga qarab turib, o'zingizga mos versiyani yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda Kali Linux, hattoki Mac OS operativ sistemalari uchun ham Arduino IDE dasturi mavjud. Xo'p, mening kompyuterim Windows 10 tizimida ishlaydi, lekin bu yerda faqat Windows 10 tizimida ishlovchi Windows 8.1 dan 10-tizimgacha ishlovchi kompyuterlar uchun Arduino IDE dasturini yuklab olish faqatgina Microsoft Store dan amalga oshiriladi. Mening kompyuterimda esa Microsoft Store mavjud emas, shuning uchun men zip faylni download qilib olaman. Just download tugmachasini ustiga bir marotaba bosamiz. Hop. Va biroz kutib turamiz azizlar. Mana bu yerda загрузка boshlandi. Fayl yuklab olingandan so'ng faylni izolate qilib olishimiz kerak bo'ladi. So'ngra izolate qilib olingan faylga kiramiz va bu yerdan Arduino dasturini xuddi oldingi safargidek uстановка qilib olamiz azizlar. Bugun biz sizlar bilan Arduino IDE dasturini qanday yuklab olish va uni uстановка qilish haqida bilib oldik. Sizlar bilan Azizxon Akramov va Uzbek Coders kanali bo'ldi. Bizdan uzoqlashmang, bundanda qiziqlari hali oldinda. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like va podpiska bosishni unutmang. Unutmang azizlar, bundanda qiziqlari hali oldinda bo'ladi. Siz bilan biz bu dastur va Arduino platalari yordamida juda ham ko'plab yangi proyektlarni amalga oshiramiz. Sizlar bilan Azizxon Akramov va Uzbek Coders kanali bo'ldi. Ko'rishguncha, xayr azizlar.